Hozirgi kunda tigachilar olamida juda ham yangilik ko'p bo'ladi. Nimaga buni deyotganim? Chunki yildan yilga tigachilar ko'p ishlab chiqariladi va o'shalar ichidan yaxshigina tigach olaman desangiz ikkilanib o'tirasiz. Hozir men sizga o'zimizning oldindan sinovdan o'tgan ajoyib tigachni ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, sizlarga ko'rsatadigan tigachim bu KAMAZ kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan M1946 marka hisoblanadi. Hozirgi kunda tigachilar orasida bemalol konkurent qilinadigan, demak konkurensiyaga dosh beradigan tigachilardan biri hisoblanadi. Nega bunday deyotganim? Bu nemislarning, ya'ni Mercedes-Benzning kopiyasi desak bo'ladi. Bunda 6 silindrlik motor o'rnatilgan, ya'ni turbinali motor, o't kuchi 480 Newton tashkil etadi va bunda 12 pog'onali avtomat korobka o'rnatilgan, demak avtomat versiya hisoblanadi. Kabinamiz katta kabinadan, ikkita yotoqdan iborat. Bu podushkali versiya hisoblanadi. Tormoz tizimi, ABS, EBD barchasi mujassam va bunda oporni diskalar oldi va orqasida. Demak, bakiga keladigan bo'lsak, umumiy hajmi 1 tonna 300 litrni tashkil etadi. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda siz buni bemalol 941 million 920 ming so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Dollarga o'girganda taxminan 72.500 dollarni tashkil etadi. Agar sizga qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi.